tekin xizmatda ko'pincha qadri yo'q. Bu narsa nima Angliyada ham bor narsa. Shunaqa antibiotiklar yozib berishdi, menga mana shuncha list jo'natishadi. U listning ichida 4 xil antibiotik bo'ladi ko'pincha. Bolalar kambag'al oilada tug'ilgan masalan, u bolalarda ayb yo'q. Lekin nima uchun ular masalan o'sha hamma qatori sog'liq sistemasiga do'st bo'lmaslik kerak ularda. Bir yilda ajratadigan budjeti sog'liq sistemasiga 150 billion milliard. Qimmat dori hech qachon arzon doridan oldin o'tib nima qilinmaydi, berilmaydi yoki bo'lmasam endi degan narsalari yo'q. Xuddi o'zimizda nima O'zbekistondagidaqa. O'zingiz ko'rganmisiz, Yevropada ham ukol qilinmaydi deyarli. Yosh bola. Oddiy gripp bilan kelsa, masalan, virus infeksiya bilan kelsa, antibiotik so'raydiganlar ko'proq chet elliklar, to'g'rimi? Inglizlar hech qachon kelib antibiotik so'ramaydi. Ular bolalarni ko'rib bering deydi. Eng qadimiy specialist bu oilaviy shifokor. Problema shundaki, O'zbekistondagi o'sha umumiy shifokorlarda o'qitish sistemasi yaxshi emas. Tabobat bormi? Angliyada anaqa tabiiy qizil vino ichib yurish qon tomir kasalliklarini kamaytiradi yoki sog'lommi degan payt O'zini o'sha madaniyati bor, o'sha больницаga borib ko'rishishni ham. Hali ham to'liqlik, semizlik, boylikni va sog'lomlikni alomat. mehmon kelsa oq non qo'yish kerak. Qora non qo'yasanmi? Qora non nima-ku? Urush davridan qoldi endi. Lekin Avstraliyada ham shunaqa bo'lgan ekan. O'sha 2000-yilgacha meditsina imtihoni topshirmagan ekan. Faqat tilni bilsa bo'ldi, IELTS sertifikati bo'lsa bo'ldi, Avstraliyaga borib bemalol doktor bo'lib ishlasa bo'ladigan bo'ldi. Lekin odamlar har xil narsaga ishonadi O'zbekistonda. Har kun chesnoga 100 yil yashagan. Xohlagan odam masalan o'sha chesnok haqida, kalsiy haqida har xil ma'lumotlar qo'yadi. U tibbiy asoslanganmi, tibbiy asoslanmaganmi, bu bilan hech kim ishi yo'q. Meni bilishimcha, hozirgi vaqtda radiologiya bitta AI o'qiydigan radiologiya apparat o'sha bitta doktordan ko'ra yaxshiroq o'qiyapti. Mikrobiologiya, gematologiya bular ham o'sha tez kunlarda AI ga o'tib ketadi. Bu narsani hozir qizil diplom olgan odam aytdilar. Medinstitutda qizil diplomga turganda folbinlarga ishonmanglar deb qo'yish kerak bo'ladi.